Do'stlar, sizlar uchun suv tekin narxda uy topib qo'yganmiz. Chamanda, ya'ni Chaman svetofordan bir 700 metr yurganda Rais mahalla ekan, chap qo'lga kirgan. Ushbu 10 sotiklik xonadonimiz sotiladi. Bu yerda 5 xona bor. 2 xona yashashga tayyor. O'tkazib yubormasdan bittadan laykni bosinglar. Endi ichkarini ko'ramiz. Ketdik. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, kirganimizda bemalol bitta mashina sig'adi. O'ng qo'limizda uzungina mehmonxona bor ekan. Buni eshik romlarini qo'yib, shuvoqlarni qilsalaring zo'r bo'ladi. Pol patologiya. Bu yerda ikkita xona mavjud. Bemalol yashaverasizlar bu yerda. Va bu tomonimizda ikkita xona bor. O'rtada koridor bor. Tomlari yopilgan. O'zlaringga moslab chiroyli qilib, yana stillarni o'zgartirsalaring bo'ladi. Ponni anorbog', orqa tomonda teraklari ham bor. Yana qurilish qilaman sizlarni ham. Ushbu joyda общий maydoni 10 sotik. 2000 dan hisoblaganda ham bu yerda 20 ming dollar pul bo'ladi. Общий narxi 38 ming deyilyapti. Bittadan laykni bosinglar shu joyiga. Obuna bo'lmagan bo'lsalar obuna